Buxoroda 2-kun. Ertalabdan zavtraqqa maynalarga kaltakesak berib, G'ijduvon tomon yo'l oldik. Biz Qo'rg'on turistik mahallasidamiz. G'ijduvon hududida juda ham ko'p madaniy meros obyektlari joylashgan. Shulardan biri bo'lgan eski tosh hammomga keldik. Tosh hammomda juda ham ko'p kasalliklarga davo topsa bo'lar ekan. Hattoki farzandsizlikdan qiynalayotganlar ham dardlariga davo topib ketishgan ekan. U yerdan chiqib hunarmandchilik markaziga yetib bordik va bizni shunaqa atmosfera qarshi oldi. Bu go'zallikdan nafaqat bahramand bo'ldim, balki o'z qo'lim bilan kashta ham tikib ko'rdim. Bizga muzikal instrumentlar qanday tayyorlanish haqida ham ma'lumot berishdi. Va shoyi ikkalamiz o'zimizni sharmanda ansamblimizga asos soldik. G'ijduvonda 47 turdagi hunarmandchilik mavjud. Bu yerda to'qimachilik mahsulotlari va milliy kiyimlar ishlab chiqariladi. Bolalik paytim bobojonim shunaqa o'yinchoq sovg'a qilgandilar. Yana bir marta bolalikka qaytgandek bo'ldim. Biz qayerga borsak ham o'zimizni jinniligimizni unutmaymiz. Mana shunaqa jirtilo kelin ko'rganmisizlar? Mana endi ko'rdinglar. Maza qilib o'yin kulgi qilganimizdan keyin bizga Buxoroning urf-odatlarini ham o'rgatishdi. Baribir o'zimizning o'zbek urf-odatlariga hech narsa yetmaydi. Sarpezga solib qo'yasiz deb yaxshi niyat bilan sovg'a berish. Hunarmandlar markazida temirchilik va yog'och o'ymakorligidan tortib zargarlik va ganj o'ymakorligigacha bor. Esdalikka suratlarga tushib yo'limizda davom etdik. Qo'rg'on mahallasida 10 dan ortiq qadimiy uylar, 20 ga yaqin oilaviy mehmon uylar va 10 dan ortiq hunarmandlar uylari mavjud va biz shu uylardan biridamiz. Va bu haqiqiy Buxorocha chimildiq. Mehmonni hech ham quruq qo'l bilan qaytarishmas ekan. U yerdan chiqib kulolchilik markaziga keldik. Kulol akamizdan ilhomlanib, Shoyjon Mastavichasan deb kosa yasab berdi. Biz mana shu yerga tushsa butun chiqadiganlardanmi? Savol, mana shu yer qayer? Men loydan hech narsa yasa olmadim. Chunki oyoq bilan aylantiradigan joyga oyog'im yetmadi. Lekin naqsh tushirish o'rgandim. U yerdan chiqib G'ijduvon shashligi dunyoga kelgan yerga keldik. Biz 4-avlod shashlikchi Xayri boboning dargohlaridamiz. Xayri boboning ota-bobolari ham shashlikchi o'tishgan ekan. G'ijduvonning shashligida ham butun boshli bir tarix yotadi. Endi mazza qilib shashlik yesagan bo'ladi. G'ijduvon shashligini ta'riflash shart emas. Uni shunchaki bir marta yeb ko'rish kerak. Qorinni to'ydirib olib, emotsiyalarga to'lib, mehmonxonaga qaytdik. Bu sayohatimni umuman unutmasam kerak.